Patensiy mahsuloti kimlarga mumkin degan savolni berishadi. Erkakka ayolgami? Patensiy mahsuloti erkakka ham, ayolga ham bemalol bersa bo'ladigan mahsulotlardan. Erkaklar uchun bemalol testosteron miqdorini ko'tarish uchun, bu degani erkak kishini ozdirish maqsadida, jinsiy quvvatini oshirish maqsadida, jinsiy zaiflik, buyqushlikka qarshi kurashish maqsadida tavsiya qilinadi. Bundan tashqari uni stresslarini yengish, ruhiy holatini yaxshilash, asablarini tinchlantirish hamda jismoniy ruhiy nagruzkalarda yengil chiqish maqsadida tavsiya qiladigan mahsulotlarimiz. Ayollargacha, ayollarda mana shu menopauza, klimaks belgilarini yengillashtirish maqsadida suv terlash, uyqusizlik holatlari, depressiya, tushkunlik holatlari, badanda ortiqcha suvlarni yig'ilish holatlarida mana shu shishlarni ketkazish uchun juda ham yaxshi mahsulotlarimizdan biri hisoblanadi. TTG gormonini o'ynashi deysizmi, insulinni ko'tarilib ketishi yoki kortizol gormonlarini balonlik holatlarida ham juda ham yaxshi tanlov. Bundan tashqari mana shu paytlarda badanda ortiqcha suv, shish paydo bo'lib, vazn ortishiga sababchi bo'luvchi hamma narsalarning yechimi hisoblanadigan mahsulotlarimizdan hisoblanadi. Tarkibi nimadan iborat? Tarkibi 9 xil giyohdan iborat. Asosiy bu fishka mahsulotlarimiz Tangat Ali hamda Osiyo Viagrasi hisoblanadi. Qo'shimcha sifatida reishi, kardiceps qo'ziqorini, masalan, qora murch, bitta selderey, Xitoy ko'k choylari, sappan, Osiyo qizil o'tlari hammasi qo'shilgan. Bularning hammasi organizmdagi immun tizimini yaxshilab hamda gormonal faoliyatni muvozanatlashtirishga qaratilgan giyohlar jamlanmasi hisoblanadi.